Assalomu alaykum aka. Sizga bitta savolimiz bor. Zalda sizga yoqmaydigan holatlar bormi? O'shalarni aytib o'tsangiz. Endi yoqmaydigan holatlar juda ko'p bo'ladi. Endi ulardan bittasi, misol zalga kelgan paytimiz, endi o'zidan kachok yasab olganlar tosh ko'targuncha, ba bunaqa baqirib, odam bir noqulay turg'izadi-da. Endi go'ylar o'rnimiz kelib shug'ullangan payti uydan endi cho'milmay keladi, bar issiq havoda hidlan o'sha hidam odamning asabini buzadi-da. Keyin yosh bolalar keladi, o'zicha mana ko'chani yasab olgan bolalar unaqa ishlab o'sha ishlayman degan narsaga borib o'tirib oladi, turmaydi, soatlar ishlayveradi-da. Tushunmagan vachalar o'tirib qolaveradi o'sha narsa. Navbatma-navbat ishlashni bilmaydi-da. Yoqmaydigan holat shu kundalik hayotimizga mana oddimsiz zalga kirgandan keyin sal bir tozalikka rioya qilib kirish kerak-da. Salgina odam mana bu ishlayotgan payti bir masalan bo'lib turadiki, ko'p kishi ayrim holatlar hidlanib shu o'zi noxush hid keladi-da. Mana shu narsani birinchi bartaraf qilib, keyin kirsa yaxshi bo'ladi. Zalda yoqmaydigan holatlar bir ikkita odamlar bor, ular baqirib tosh ko'tarishi yoqmaydi. Masalan, ishlagan toshlarni joyiga qo'ymasligi, shu holatlar yoqmaydi. Odam ko'payib ketgani yoqmaydi, to'g'risi. Bitta trenajyorda ko'pincha band qilib turishi yoqmaydi menga. Aytib o'tilgan ushbu holatlarga barcha amal qilsa, yon atrofdagilarimizga zararimiz tegmaydi. Va yana sizda qanday zalda yoqmaydigan holatlar bo'lgan? Izohlarda yozib qoldiring.